Nega aynan ko'p do'konlar Realme bilan ishlashdan cho'chib qolgan edi? Keling, ochiqchasiga gaplashamiz. Shu paytgacha brend xodimlari va distribyutorlar bitta katta xatoga yo'l qo'yishgan. Ular do'konlarga ko'plab miqdorda tovarlarni sotishgan, lekin u tovar oxirgi foydalanuvchiga qanday holatda yetib borishi haqida o'ylashmagan. Natijada telefonlar do'konlarda turib qolgan va tizimning yo'qligi sababli bu tarmoqli do'konlarning bosh og'rig'iga aylangan. Bizning vazifamiz shunchaki tovar sotish emas, do'kon rastasidan mijoz qo'liga yetib borguncha bo'lgan butun yo'lni tizimlashtirishdir. Biz do'konlarni muammolari bilan yolg'iz qoldirmaymiz. Biz sotuvdan keyin servis, marketing va mijozlar bilan ishlashda yangi standartni olib kirdik. Endi Realme nafaqat sifatli telefon, balki hamkorlar bilan ishlash uchun ishonchli tizim hamdir. Sizningcha biznesda eng muhimi sotishmi yoki sotuvdan keyingi xizmatmi? Fikrlaringizni izohda qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.